Nomeradin lavashlarni ortda qoldiradigan mazali sochni lavashni bugun o'zimiz uyda tayyorlaymiz. Ham bu usulda duxovkada lavash tayyorlab ko'ring, ishoning ko'chadan umuman lavash yemaysiz. Buning uchun go'shtlarimizni pare qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra maydaroq to'g'rasangiz ham bo'ladi. Men katta-katta qilib to'g'radim. Endi to'g'ralgan go'shtlarimizga soya qo'yamiz, aralash ziravorlarimizni solamiz. Bitta yaxshilab aralashtirib, ustiga strich yopib 20 minutga dimlab qo'yamiz. Soya hamda ziravorga to'yingan go'shtimizni yog'imizda qovurib olamiz. Biroz qizigan yog'imizga tayyor go'shtimizni solamiz, yaxshilab aralashtirib, suvlari biroz qochguncha qovuramiz. Suvlar to'liq tugamasidan qopqog'ini yopib 20 minutga dimlab qo'yamiz. Endi esa ichidagi sousini tayyorlab olamiz. Buning uchun 3 qoshiq qaymoq, 3 qoshiq mayonez hamda 3 qoshiq ketchupni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ishga ko'ra go'sht qovurgan yog'imizdan solsak ham bo'ladi. Endi esa lavash xamirlarimizga sousimizni surkab olamiz. Go'sht, pomidor, bodring hamda salat barglarini birdan-ketin terib chiqamiz. Oxirgi jarayon lavashlarimizni mana shu holatda o'rab olamiz. Listimizni yaxshilab yog'lab olamiz. Bir chekkadan lavashlarimizni terib olamiz. Endi esa ustilariga tuxum suramiz, kunjutlarni sepib 20 minutga qizib turgan duxovkamizga qo'yib olamiz. Odatiy usulda tayyorlangan lavashlarimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham bu usulda farzandlaringiz uchun albatta tayyorlab bering. Men uchun esa bittagina yurakchani bosib ketsangiz xursand bo'laman.